قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqlashlar. Hazır biz 23. dersini o'qiymiz. Bugungi darsimizda biz yana Thulathi mazid babiningki yangi bir o'lchimini o'rganamiz. U bo'lsa-mu ifta'ala yafta'ilu. İshtaraka yashtariku deganga o'xshash. Buningdan masdar iftial, ishtirak deganga o'xshash iftial o'lchimida chiqadi. Endi biz buningki mushtaqlarini, ya'ni ismi fa'il, ismi maf'ul, ismi zaman, ismi makonlarini ilgirgi qoida bo'yicha chiqaramiz. Ya'ni mudoriyat harfiga pasha bo'lgan mimni kelish orqali oxirining ilgirgi harfini zir qilsak ismi fa'il bo'ladi, oxirining ilgirgi harfini zavar qilsak ismi maf'ul va ismi zaman, ismi makonlar yasaladi. Buni mushtaqlari tekstimizda aytib ko'p uchraydi. Ikkinchi qilib bugungi darsda tugatmoqchi bo'lgan mazmun endi ifta'ala babida Elif'tin birisi fa'din ilgiri, ta'din birisi fa'din keyin ortiq qilingan. İfta'ala desek fa'din ilgiri elif'tin birisi ortiq, asli harfiga fa'din keyin ta harfidan birisi ortiq. Endi bu fa'din keyingi ta har qanday fe'llarni ifta'ala babiga akasak ta holatida turamdi yoki boshqa harfga o'zgaramdi desa albatta o'zgaraydi. Qoida shuki إذا كان فاء افتعل ضالا أو ذالا أو زايا أبدلت تاؤه دالا deydi. Diqqata, agar ifta'ala babının fa'si dallab qalsa yoki zallab qalsa yoki zavlab qalsa uning ta'si, ya'ni fa'dan keyingi ta'si dalga almashtiriladi. Bunda deganligi biz bir fe'lni ifta'ala babiga akamakchi bo'lgan fe'lningki fa'si, ya'ni tunji harfi dal, zal, za bo'lib qolsa biz ifta'ala babiga akagan vaqtimizda bu ta dal bo'lib keladi. Masalan, zana desak bu zinnat qildi degan gap, zinnatladi degan gap. Yasandı degan gap, zinnat qildi, yasandı. Endi bu zanigini biz ifta'ala babiga akamakchi bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, bu zanining tunji harfi, ya'ni fa'ning barobaridagi, fa'ala degan bu o'lchamdagi fa'ning barobaridagi tunji harfi zakin. Zavlab qolsa qanday qiladiq? Agar ifta'alaning fa'si, ya'ni ifta'ala babiga akamakchi bo'lgan fe'lning fa'si dal, zal yoki zavlab qolsa onun ta'sini, ya'ni ifta'alaga akamakchi bo'lgan ifta'alaning ta'sini dalga o'zgartib akilamiz degan. Unda bo'lsa, buningki fa'si zakin. Endi biz buni ifta'ala o'lchamiga akasak, zadin ilgari alifdan birini ortiq qilamiz. Zadin keyin asli ta'dan birini ortiq qiladiq. Endi buningki fa'si za bo'lg'achqa daldan birini ortiq qilamiz. Ta'ning o'rniga dal keladi. Unda o'snin bo'ladi izdana bo'ladi. Izdana. İfta'ala izdana. O'lcham jihatdan tushdi. Lekin buningda tunji harfidan ilgari alif ortiq qilindi. Tunji harfidan keyin dal ortiq qilindi. İfta'ala babida fa'dan ilgari, ya'ni tunji harfidan ilgari alif ortiq qilindi, fa'dan keyin ta ortiq qilindi. Nima uchun bu yerda ta ortiq qilinmay dal ortiq qilindi? Chunki qoida shuki, agar ifta'alaning fa'si biz ifta'ala babiga agaga vaqtimizdagi fa harfi, ya'ni tunji harfi dallab qalsa, zallab qalsa, zavlab qalsa u ifta'ala babining ta'si dalga almashtiriladi. Endi bu zana deb zavg'achqa tunji harfi bu yerdagi ta dalga o'zgartirilib izdana bo'ldi deymiz. Bumi zinnat qildi, yasandi degan gap. Endi ikkinchisi, agar ifta'ala babining fa'si degan gap tunji harfi deb tushuning. Tunji harfi satulab qalsa, tavlab qalsa, zavlab qalsa, ya'ni mushu sat, ta, za harfi bilan boshlangan fe'l bo'lib qalsa, endi ifta'ala babidagi bu ta'si ta o'zgaraydi. Masalan, sabara. Endi bu
qarasak sot bilan boshlanibdi. Agar ifta'ala babining pasi degan tunji harfi sot bilan boshlanibdi. Bu yerda sot bor ekan-ku. Demak, sot bilan boshlanib qolsa, shunga o'xshash. Yoki to bilan boshlanib qolsa, yoki zo bilan boshlanib qolsa, ifta'ala babiga akaga vaqtimizda tunji harfidan keyin keladigan bu ta harfi nimaga o'zgaradi? Ta o'zgaradi, cho'ng ta o'zgaradi. Unda o'sni bo'ladi. Sabarani ifta'ala babiga akasak istabara bo'ladi. Istabara. Asli sabara, istabara. Sabara sabr qildi, istabara mucho sabr qildi degan gap. Endi buni ifta'ala babiga akeldik. Ya'ni tunji harfidan ilgari alifni ziyoda qildik. Tunji harfidan keyin cho'ng ta'ni ziyoda qildik. Biz ifta'ala babida tunji harfidan ilgari alifni, tunji harfidan keyin ta'ni ortiq qilgan bu nim bo'lib cho'ng ta o'zgarib qoldi. Chunki qoida shuki, agar bu sot bilan, ta bilan, za bilan boshlangan fe'l bo'lib qolsa, buning ortiq qilinadigan ta'sining o'rniga cho'ng ta keladi. Uchinchisi, agar ifta'alaning fasi, ya'ni tunji harfi deb tushuningmi? Tunji harfi vav bo'lib qolsa, ya'ni vav bilan boshlangan, vasala deganga o'xshash, vav bilan boshlangan fe'l bo'lib qolsa, ta o'zgartiriladi. Nima ta o'zgartiriladi? Shu va ta o'zgartiriladi. Diqqat ma'noda. Qaranglar, bu ta'si demadi bu yerda. Bu yerda ubdila ta'uha dedi. Bu yerda ubdila ta'an dedi. Demak, bu vav ta o'zgartiriladi. Masalan, vasala desak, vasalani biz ifta'ala o'lchimida akamakchi bo'lsak, qarasak buning tunji harfi vav bilan boshlangan ekan, unda bo'lsa bu vavni biz ta'ga almashtiramiz. Ta'ga almashtirilib, bu ta'dan ilgari alifni ziyoda qilamiz, ta'dan keyin yana ifta'alaning ta'sini ortiq qilamiz. Demak, bu yerda vavga almashtirilgan ta ifta'alaninki ta'si ikki ta bir oldi. Unda ikki ta bir o'z qanday qilatdik? Idg'om qilatdik. Shuning bilan ittasala bo'ldi. Ittasala. Vasala yetib keldi, ittasala ulandi. Tok ulandi, tor ulandi deganga o'xshash. Ittasala. Endi ittasalandan keyin ba harfi qo'shilib kelsa, masalan ittasaltu bik desam masalan, ya'ni ittasala degan fe'ldan keyin ba harfi undan keyin kelgan so'zga qo'shilib kelib qolsa, buning ma'nosi aloqalashish, telefonlashish degan ma'ni bildiradi. Aloqalashish, telefonlashish. Agar ittasalanikidagi ba harfi birga kelsa, ba kelmasa ulandi degan gap, ulandi. Bugungi darsimizdagi ifta'ala babi munosabatli qoida shu. Yig'inchoqlasak, agar biz ifta'ala babiga akamakchi bo'lgan fe'l dal bilan, zal bilan, za bilan boshlangan bo'lsa, bu ifta'alaning, ya'ni fa'dan keyingi ta dalga o'zgaradi. Xuddi zana, izdana deganga o'xshash. Agar ifta'ala babiga akamakchi bo'lgan fe'l sot bilan, ta bilan, za bilan boshlangan bo'lsa, bu fa'dan keyin keladigan bu ta cho'ng ta o'zgaradi, istabara deganga o'xshash. Agar ifta'ala babiga akamakchi bo'lgan fe'l vav bilan boshlangan bo'lsa, bu fe'lning vosi ta'ga o'zgaradi. Uningdan keyin u ta'dan ilgari alif, ifta'alaning alifi u fa'ning barobaridagi, ya'ni tunji harfidan keyin ta ortiq qilinadi. Shuning bilan ittasala bo'ladi. Chunki bu yerda ikki dona ta paydo bo'lib qoladi bu chaqda. Ham ikkinchi qilib zanna yadunnu. Zanna yadunnu. Gumon qildi, gumon qiladi. Buning oz vaqtda jazm qildi degan ma'noni ifodalab keladigan o'rinlari bor. Ko'pincha holda gumon qildi degan gap. Endi bu qanday fe'l deganda biz fe'lani mutaaddi va lozim, o'timlik va o'timsiz deb cho'ng ikkiga ayirgan. Lozim deganimiz qandaqdi? Maf'ulga o'tmaydigan. Agar maf'ulga o'tashga to'g'ri kelib qolsa, cho'qim harfi jarrining vositasi bilan o'tadigan yoki u fe'lning qurilmasini o'timlik fe'lning qurilmasiga o'zgartgandan keyin o'talaydigan. Bundaq fe'lni biz nima degan? Lozim degan. Masalan, zahaba desak, zahaba Muhammadun deymiz. Shuni fa'ilni inga o'tanmaydi. Muhammad badi deymiz. Uni Muhammadni bozorga badi demoqchi bo'lsak, zahaba Muhammadun ila suq deb ilani akirish orqali maf'ulga o'talaydi. Ilasiz maf'ulga o'tanmaydi. Ya'ni zahaba Muhammadun as-suqa degilolmaydi. Demak, o'zi maf'ulga o'tamaydigan fe'lni biz degan lozim degan. Undan keyin biz mutaaddi deb bir fe'lni so'zlagan. Mutaaddi deganimiz maf'ulga qanday qilalaydigan, o'talaydigan. Harfi jarning vositasi kamisimi maf'ulga o'talaydigan deb so'zlagan. Endi mutaaddi fe'llarning ichidan bir maf'ulga emas, ikki maf'ulga o'tib ketadigan fe'llar bor. Biz buningki birini o'rgangan. Qaysi? A'ta yu'ti fe'li.
Badi biridu. A'ta yu'ti. Mesela men a'takel kitab desem, sana kitabını kim badi desem, bedik a'take el kitabe. Bediki kaf birinci mef'ul, el kitabe ikinci mef'ul. Demek mutaddi fiillarning ichidan ikki mef'ul o'tadigan fiillar bor. Uning qatorida yana zanna. Bu zanna fiilmi ikki mef'ul qanday qiladi? O'tadi. Endi bu asli mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib, mubtada xabarni ikkilisini mef'ul qiladi. Mubtadani birinchi mef'ul, xabarni ikkinchi mef'ul qilib o'tadi. Zanna tansibu mef'ulayn deydi. Bu ikki mef'ulni zavar qiladi. Ya'ni ikki mef'ulni zavar qilib, ikki mef'ulga o'tadi. Bu ikki mef'ulning aslisi mubtada va xabar. Mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib, mubtadani birinchi mef'ul, xabarini ikkinchi mef'ul qiladi. Masalan, al-imtihanu sahlun. Al-imtihanu sahlun. İmtihan asan. Dedik imtihan mubtada bo'ldi, sahlun xabar bo'ldi. Endi zannan akirsam, bu mu türünü de şu 14 siga. Azunnul imtihana sahlan. İmtihanni asan deb o'ylayman. Guman qilaman. Endi bu yerda azunnu fi'li mudari mutakallim bunun faili ana o'ylayman. Yushun tegidagi damir. Al imtihana birinci mef'ul, sahlan ikkinchi mef'ul. Shuning uchun al imtihana sahlan deb ikkilisi zavarlik asosan mef'ullik asosan zavar o'qildi deymiz. Endi bu zanna enning ustiga kiradi. Enna odatda mubtada xabarning beshiga kirib, mubtadani o'zining ismisi qilib zavar qiladi, xabarini o'zining xabar qilib pesh qiladi. Shu enni kirib bo'lgandan keyin shu jumlaga uning beshiga zanna kelalaydi. Masalan, azunnu anna al-imtihana sahlun deb. Bu vaqtda bir butun cümle mef'ulluq asasen takdiren zever deb qaraymiz. Ve yedhulu ala enne ve en el-masdariyeteyn deydi. Kiradi bu zanna ennening ustiga kiralaydi. Men hozir tushundirgandek ve masdarlikka o'zgartiradigan engimichi kiralaydi. Biz masdar muavvalni o'rgangana fi'l mudorining oldiga enne kirish orqali shu fi'l mudorini masdar muavvalga o'zgartirishni o'rgangan. Demak, shu masdar muavvalning beshiga kiralaydi. Fayansibul masdar muavval. An zavar qiladi masdar muavvalni, zavar qiladi mef'ullik asosan. Ve yasuddu makan al-mef'ulayn. Endi u masdar muavval ikki mef'ulning o'rnini itadi. Ya'ni ikki mef'ulning o'rnida turadi. Masalan, ma zanantu ay yarsiba Ahmadu. Ahmadni imtihandan o'tanmaydi deb o'ylamadim. Rasiba imtihandan o'tanmaydi. Shunday o. Yarsa bu olsa imtihandan o'tanmaydi. Ay yarsiba o'tanmaslik degan bir masdarga o'zgartirdi. Endi bu zanna degan fe'l bu shundaq masdar muavvalning beshiga kiradi. Ay yarsiba bu yerda masdar muavval shundaqla zannaninki maf'uli. Maf'uli bo'ladi. Shundaqla odatda zannaga ikki maf'ul ketadi shundaq o. Endi bu masdar muavval shu ikki maf'ulning o'rnida turadi, o'rnini egallaydi deymiz. Azunnu annal imtihana sahlun. Endi bu misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda azunnu anna va uning ismisi va uning xabrining ustiga kiradi. Bu sahlun anninki xabarligiga asosan pesh o'qilaveradi. Bu yerda annal imtihana sahlun degan bir butun jumla azunnunki maf'ul bo'ladi. Bu yerda zavarlik o'rnida deb qaraymiz. Endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan yana bir mazmun iza. Biz izani ilgirki soatlik darsimizda zarf, ya'ni vaqt ravishi deb o'rgangan. Endi biz bugun izaning yana bir ishlatilish o'rnini o'rganamiz. U qaysi deganda iza al-fujaiyya. Bu ushtumtutliqning izasi. Bu nimani ifodalaydi deganda iza fujaiyya yufidu wuqu'i amrin ghayri mutawaqi'. Ifodalaydi kutilmagan ishning tushganligini. Kutilmagan ishning tushganligini ifodalaydi. Yani biz o'ylamagan ish yuz bergan bo'lsa, shu vaqtda ishlatamiz. Masalan, dakhaltul bayt, uyga kirdim. Fa iza thu'bana 'ala as-sarir. Qarog'udak bo'lsam, yilon karvat ustida. Biz o'ylamagan shundaq-ku. Bu cho'qim jumlaning o'ttirisiga kiradi, jumlaning beshida kelmaydi. Beshiga fa bilan keladi buningki. Fa iza deymiz. Bu vaqtda buningga hayron qilish ma'nosini bilamiz. Qarog'udak bo'lsam,
Yılan karat ustida deganga o'xshash. Buning misoli tekstimizda chiqadi. Endi oxir o'rganmoqchi bo'lgan mazmun ismi fa'ilninki mubolig'alashtirilgan qurilmalari. Biz ismi fa'ilni qilg'uchi, o'ltig'uchi, mang'uchi deganga o'xshash ish harakatni qilg'uchi degan ma'nosini tushuntirgan. Endi mushu qilg'uchining texmi qattiq qilg'uchi, ya'ni oshum sifat shakli, siyg'a mubolig'a degan oshum sifat shakllari bor. Buningki bir qancha xil qurilmalari bor. Masalan, fa'ilun. Bu fa'ilunninki mubolig'a, oshum sifat shakli. Fa'ilun, fa'ilun bo'lsa, qilg'uchi bo'lsa, fa'ilun bo'lsa, nihoyat qattiq ish harakat olib boruvchi degan bo'ladi. Masalan, rahim bo'lsa, rahim qilg'uchi bo'lsa, rahim buni fa'il o'lchamaga kelsak, shafqatlik degan gap, nihoyat mehribon, mehribon. Nihoyat mehribon degan bo'ladi. Rahim mehribon, rahim bo'lsa nihoyat mehribon. Bu siyg'a mubolig'a nihoyat deganni qo'shib qilamiz. Chunki bu oshum sifat shakli. Fa'ul, g'afur deganga o'xshash. Masalan, g'ofir bo'lsa, mag'firat qilguvchi. Endi buni oshum sifat shaklida fa'ul o'lchamiga solib, g'afur qilsak, qattiq mag'firat qilguvchi, nihoyat mag'firat qilguvchi degan bo'ladi. Uchinchisi fa'al. Bu ism fa'ilninki oshum sifat shakllari, xuddi tawwab deganga o'xshash. Tawwab degan qattiq tavba qilguvchi degan gap. Taib bo'lsa tavba qilguvchi, tawwab bo'lsa fa'al o'lchamida qattiq tavba qilguvchi. Fa'ilun xuddi hadirun deganga o'xshash. Hadirun degan gap qattiq ogoh bo'lguvchi, qattiq diqqat qilguvchi degan gap. Mif'alun bu bir o'lchami. Ism fa'ilninki oshum sifat shakliniki bir o'lchami. Mi'ta'un qattiq saxiy degan gap. Qattiq mard odamni biz mi'ta deymiz. Demak, fa'il, fa'ul, fa'al, fa'ilun, mif'alun mana bular ism fa'ilninki oshum sifat qurilmalari. Bugungi darsimizdagi asosli grammatikalar shu. Biz qolganini mashqdan o'z navbatida so'zlab olamiz. Unda bo'lsa biz darsimizga kelaylik. الدرس الثالث والعشرون 23. ders. حامد يا أستاذ إن لدي اقتراحا من قسمدا تكتب انتظر حتى أطلع على هذا التعميم. Bu uqtirishni ko'rib bo'g'icha saqlabdi. Ba'da qalil bir ozdan keyin na'am. Ha, maqtirahuk taklifing nima? Ta'mim deganimiz uqtirish degan, yuqoridan kelgan uqtirishni ko'rsatadi. Inna faslana hada asbaha muzdahiman jiddan. Bizning bu sinfimiz bak qistan bo'lib ketdi. Ma ra'yuka an nantaqila ila al-fasl alladhi fi at-tabiq ath-thani. İkinci qavatdagi sinfga yo'tkalishga qanday qaraysiz? Ma ra'yuk degan gap, qanday qaraysiz degan gap. Ma nima degan gap, ra'yuk degan gap, fikringiz degan gap. Fikringiz nima degan gap. Ya'ni qanday qaraysiz? Fa innahu khalil an. Chunki u hozir bo'sh. Inna hada ra'yun sadid. Bu haqiqatan to'g'ri fikr. Saukallimu al-mudira fihi. U to'g'risida mudirga deyman. Ukellimu deyman degan gap. Iqra' ad-darsa ya Mustafa. Mustafa, darsni o'qi. Ba'da al-isti'azati wal basmala, a'udhu billahi wa bismillahdan keyin ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ey mu'minlar, ey Alloh ishongan kishilar, ijtanibu saqlaninglar. Kathiran min adh-dhann, gumonning ko'pinchilaridan saqlaninglar. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Haqiqatan gumonning ba'zisi gunoh. Va la tajassasu. Jasuslik qilmanglar. Va la yaghtab ba'dukum ba'da. G'iybat qilmasin sizlarning ba'zinglar ba'zisini. Ya'ni o'zaro g'iybat qilishmanglar. Odatda ba'duna ba'd kelsa o'zaro deb tarjima qilsak bo'ladi. Sizlarning ba'zinglar g'iybat qilmasin ba'zisini degan gap. O'zaro g'iybat qilishmanglar. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maytan fakarihtumuh. Sizlarning biringlar qarindoshining go'shini o'lik holatda yeyishni yaxshi ko'ramdi. Fakarihtum. Albatta sizlar uni yomon ko'rsizlar. Vattaqullah, Allohdan qo'rqinglar. Innalloha tawwabun rahim. Alloh taolo haqiqatan tövbini qabul qiluvchi va mehribondir.
Nektefi fi hada ders. Bu derslen kupayınımız. Raci'u durusa sabiqata ve ictehidu. İlgirki derslerini muzakir kılınla, tekrarlanla ve tirişanla. Fakat iqtarabel imtihan. İmtihan yıkılışıp kaldı. Kunna nazunnuhu ba'iden fe izâ huve qarib. Onu yiraq deb o'ylaytdiq, gumon qildik. Fe izâ qarg'udak bo'lsak, o yaqin. Mata tantahi dirasatu ya ustaz? Ustaz, o'qish qachon tugaydi? Azunnuha tantahi fi muntasfi hada ash-shahr. Mushu ayning o'ttirusida uni tugaydi deb o'ylayman. Alana mumtahinuna min xarij al-ma'had. Bizga ma'had institutning sirtidan imtihon olg'uvchilar bormi? Ya'ni institutning sirtidan imtihon olg'uvchilar kelamdi demakchi. المدرس نعم سيشترك في الاختبار الشفوي ممتحنون من خارج المعهد. Şundaq. Ig'zaki imtihonga institutning sirtidan imtihon olg'uvchilar qatnashidi. Sayashtariku qatnashidi. Ayahiqqu li an adkhula fil imtihan? Haqqa, haqliq bo'ldi. Yahiqqu, haqliq bo'ladi degan gap. Haqliq bo'lamdi menga imtihonga kirishim. Yani imtihonga kira olamdim degan gap. Imtihon kirishim haqliq bo'lamdi. Faqat iltahaqtu mutaakhiran. Men kechikib qo'shildim. Iltahaqtu qo'shildim. Mutaakhiran kechikib qo'shildim. Naam, man iltahaqa qabla al-imtihan bi shahrayn falahu haqqu ad-dukhul fi al-imtihan. Shundaq. İmtihandan 2 oy ilgari qo'shilgan kishi falahu uning kirish haqqi bor imtihonga. Ya'ni kimiki imtihondan 2 oy ilgari qo'shilsa, uning imtihonga kirish haqqi bor. Ya ustaz, sa'ghibu ghadan wa ba'da ghadin fa innani musafirun ila Jidda fa arju as-samah. Ustaz, ata wa ba'da ghadin va o'gillikka sa'ghib kamayman. Fa innani çünkü men musafirun ila Jidda. Jiddaga safar qilaman. Fa arju as-samah kechirishingizni umid qilaman. Ala budda min hadha as-safar. Budda degan gap kerak degan gap. La budda bo'lsa kerak degan bo'ladi. La budda. İstifham. Ala budda min hada safar. Bu safar kerakmi? Ya'ni bu safarni cho'qim qilmasangiz bo'lmamdi degan gap. La budda kerak, lozim. Bu safar lozimmi? Ya'ni cho'qim kerakmi? Naam vallahi inni la muttarrun ila zalik. Shundaq, Allohdan qasam, men ashunga bak majbur. La ba's, hech qisi yo'q. إذا مررت بمكتبة هناك فاشتري لي كتابا اسمه المسلمون على مفترق الطرق. Eğer aşağıdaki kitapxondan o'tsiniz, menga المسلمون على مفترق الطرق degan kitobni sotib oling. Sotib oling men uchun bir kitobni. U kitobning ismi المسلمون على مفترق الطرق. Mush kitobni menga sotib oling. Xo'sh, savoqdoshlar, unda bo'lsa bugungi darsimizniki tekst ayaqlashda endi biz mashqni ishlaymiz. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Birinchisi maqtirahu Hamidin. Hamidning taklifi nima? O'qituvchi bergan taklifi nima? Ikkinchisi nahallohu ta'ala fil ayatil karimatil varidati fid dars an thalathati umur. Chekledi Alloh taolo oyat karimida kelgan darsda. Ya'ni darsda kelgan oyat karimida chekledi Alloh taolo an thalathati umur 3 ishtin. Mahiya ulaqaysi. Üçüncüsü bimada şebbahallahu ta'ala el-gaybe. Allah Teala gaybatni nimaga o'xshatdi? İkincisi min abwabil fi'li thulathiyil mazid babu ifta'ala zidat fihi hamza qabla al-fa wa ta ba'daha. Thulathi mazid fi'l bablaridan ifta'ala babi. Artıq qilindi uningga fa'dan ilgari hamza ve o fa'dan keyin ta artıq qilindi. Ya'ni ifta'ala desak bu fa'dan ilgari hamza artıq, fa'dan keyin ta harfi artıq. Xuddi irtafa'a, ishtara, intazara deganga o'xshash. Bu fe'llar hammasi ifta'ala babidagi fe'llar. Irtafa'a ko'tarildi,
ishtara setib oldi, intazara saqladi, kutdi degan gap bo'ladi. İstaxrij min ad-dars al-af'al al-waridata fihi min bab ifta'ala. İfta'ala babidan o darsda kelgan fe'llarni darsdan chiqaring deydi. Bugungi tekstdan ifta'ala o'lchimiga tushadigan fe'llarni topib chiqsizlar. Üçüncüsü teammelil misal. Misalna mulohiza qiling. Ondan keyin tuandagi fe'llardan masdar, ismi fa'il, amr, mudori'ni keltiring deydi. Bizga misolni berdi. İntazara kutdi, madi. Yantaziru kutudu, mudari. İntazir amr, kutkun. Muntazirun kutkuchi. İntizar kutish. Ma muntazir degan kutkuchi, ya'ni saqlovchi degan gap, ha. İşterake qatnaşdı, yeşteriku qatnaşıdı, işterik qatnaşqın, müşterikun qatnaşqıcı, iştirak qatnaşış. Muş ölçen boyunca çıqırsızlar. İmtihana imtihan aldı, ictema'a toplaştı, iltaqa uçraştı, ixtara talladı. Dördüncüsü misalni mulohiza qiling, ondan keyin tuandagi fe'llarni ifta'ala bobiga yetgan deydi. Unqul degan nima? Yetgan. Zahama qistidi degan gap. Endi biz bu zahamani ifta'ala bobiga yetkaymiz. Ifta'ala bobiga yetkash uchun tunji harfidan ilgari bu alifni akalamiz, tunji harfidan keyin ta'ni akalamiz. Ammo bu yerda bir yangi qoida bor, biz buni darsning 5-chi so'zlagan. Hamma fe'lga shundami? Yo'q. Agar ifta'alaning fasi, ya'ni tunji harfi degan gap, tunji harfi dallab qolsa, vallab qolsa, zayulab qolsa, ya'ni musha dal, zal, za bilan boshlanib qolgan bo'lsa, uning ta'si, ya'ni ifta'ala fadan keyin akiladigan, tunji harfidan keyin akiladigan uning ta'si dalga almashib ketadi deydi. Uni dalga almashidi. Masalan, zahama desak bu za bilan boshlandi. Agar za bilan boshlanib qolsa qanday qilardik? Zadan keyin akamakchi bo'lgan ifta'alaning bu ta'sini dalga almashtirdik. Unda bo'lsa, zadan ilgari alifni keldik, zadan keyin dalni keldik. İzdahama bo'ldi. İzdahama. İzdahama bo'lsa, qistan oldu degan gap, ha. Zana zinnat qildi. Unda bo'lsa, bu za bilan boshlanibdi. İzdana bu zinnat qildi degan bo'ladi. Zakara aslida degan gap, endi bu za bilan boshlanganlik uchun zadan keyin akamakchi bo'lgan bu ta dalga o'zgarib kiradi. Nima bo'ladi? İzdakara bo'ladi. Endi arablar zal bilan dalni ikkisi bir yerda kelib qolsa, buni teng bir o'rinda talaffuz qilish, tilga ig'ir deb zalni dalga almashtirib, undan keyin ikki dal bir yerda bo'lib qolgachqa ikkisini idg'om qilib, iddakara deb ishlatiladi. Iddakara bo'ladi. Aslisi izdakara. Sen Qur'on karimda fahal min muddakir. Shunday qo'y, muddakir. Bunun ism fa'il shakli. Unda bo'lsa zakara aslida undan boshqa so'zladi, ha, zakara so'zladi. Zikr qildi, so'zladi. Iddakara bo'lsa ibrat oldi degan bo'ladi. Ibrat oldi. Zakara. Zakara so'zladi, zikr qildi degan bo'ladi. Endi bu zal bilan boshlangachqa, agar zal bilan boshlanib qolsa, bu tunji harfidan keyin akiladigan, ya'ni ifta'alaning bu ta'si dalga almashib keladi. Unda bo'lsa bu izdakara bo'ldi. Izdakara. Endi zal bilan dal ikkisi bir o'rinda kelib qolsa, arablar buni tilga ig'ir deb zalni dalga almashtirib, undan keyin ikki dal bir yerda kelib qoldi deb ikkisini idg'om qilib iddakara deb ishlatiladi. Lekin bu iddakaraning aslisi izdakara. Buni tushunishinglar kerak. Ya'ni ibrat oldi degan bo'ladi. Izdakara bo'lsa ibrat oldi. Da'a chaqirdi. Endi buni daldan ilgari alifni kelamiz, daldan keyin bu mu daldan boshlangachqa ta'ni o'rniga dal almashib ketadi degan. Unda bo'lsa dal keldi, ikki dal bir yerda kelib qoldi, idda'a bo'ldi. Da'a chaqirdi, idda'a bo'lsa da'vo qildi degan bo'ladi. Da'vo qildi. Beshincisi teammelil misal. Misalni mulohiza qiling, ondan keyin tuandagi fe'llarni ifta'ala bobiga yetgan deydi. Sabara istabara.
Endi agar ifta'alaning fa'si, ya'ni tunji harfi sat, ta, za bo'lib qolsa, ya'ni sat bilan boshlangan bo'lsa, ta bilan boshlangan bo'lsa, za bilan boshlangan bo'lsa. Bu yerda birisini yozig'siz qolibdi. Dat bilan boshlangan bo'lsa-mu, ha? Dat bilan boshlangan bo'lsa-mu. Nima bo'ladi? Uning ta'si tag'ilmishidi. Ya'ni fa'dan keyin keladigan ta cho'ng tag'ilmishidi. Masalan, sabara desak, bu sat bilan boshlandi. Endi buningdan ilgari ifta'alaning alifini kelamiz. Tunji harfidan keyin ifta'alaning ta'sini kelamiz. Ta'sini bevosita kelamiz-doq? Yo'q. Nimishqa bu sat bilan boshlanib qolganligi uchun bu ta'ni nimaga almashtirdik? Cho'ng tag'a. Unda bo'lsa istabara bo'ldi. Sabara sabr qildi, istabaramuchu sabr qildi. Safa suzdi degan gap, suzdi. Endi bu sat bilan boshlang'achqa satdan keyin keladigan ta cho'ng tag'a o'zgarib ketdi. Satdan ilgari alifni kelamiz, istafa bo'ladi. Talladi degan bo'ldi. Talladi, ilg'idi. Daraba urdi, dat bilan boshlanganligi uchun iztaraba bo'ladi. Daraba urdi, iztaraba bo'lsa ikkilandi. Unda boshqa su do'lqilladi, o'rkashladi degan bo'ladi. Suningki o'rkashlishi, do'lqillishi. Zalama zulm qildi, iztalama bo'lsa bu zulm qildi degan ma'nosi bor. Tala'a oshkor bo'ldi, ko'rindi. Ittala'a bo'lsa ko'rdi, xabardor bo'ldi, o'qidi degan ma'nosi bor. Oltinchisi misolni mulohaza qiling, ondan keyin tuyandagi fe'llarni ifta'ala babiga o'tgan deydi. Vaqa yaqi. Vaqa himoya qildi, qo'qdidi, saqladi degan gap. Endi buningga oldiga alifni keyiniga ta'ni kelamdiq desa, agar ifta'alaning fa'si, ya'ni tunji harfi vav bo'lib qolsa, ta'ga almashtirildi. Nima ta'ga almashtirildi? Shu va'si, tunji harfi. Qarasak, vaqa, wasala, wahada, wafiqa. Hammasi vav bilan boshlanibdi. Mana bu shuningga o'xshash, vav bilan boshlanib qolsa, bu vav nimaga almashtiramiz? Ta'ga almashtiramiz. Uningdan keyin ifta'ala babiga kelamiz. Ya'ni ifta'alaning beshidagi alifni kelamiz, uningdan keyin fa'dan keyingi ta'ni kelamiz. Alifni keldik, biz va'ni nimaga almashtirgan? Ta'ga almashtirgan. Ondan keyin u ta'ni kelsak, bu va'ni almashtirgan ta ifta'alaning ta'si ikki ta bir yerda kelib qoldi. Unda bo'lsa buni idg'om qilib neymiz? Ittaqa bo'ldi. Ittaqa bo'lsa taqvodor bo'ldi, qo'qdi degan gap, ha? Wasala. Buni bo'ladi ittasala. Wasala yetib keldi, ittasala ulandi degan gap, ha? To'g'ri ulandi, to'q ulandi deganga o'xshash. Yana birisi ittasalaning keniga ba ulishib qolsa, telefon qildi, aloqalashdi degan bo'ladi. Wahada yolg'iz bo'ldi. Endi ittahada bo'ladi. Ittihada degan gap birlashdi degan gap. Wafiqa to'g'ri bo'ldi, mas bo'ldi degan gap. To'g'ri bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa ittafaqa bo'lsa, bu ittifoqlashdi degan gap. Ittihada birlashdi, ittafaqa ittifoqlashdi. Yettinchisi uzkur asla kulli mimma ya'ti. Tuandikilarning hammasining aslisini so'zlang. Ya'ni babini so'zlaysiz. Qaysi babdan? Ondan keyin uning babini so'zlaydi. Oldi bilan uning aslisini so'zlab o'tib, ondan keyin babini so'zlaysiz ekan, ha? Ya'ni uzkur asla kulli mimma ya'ti thumma bayyin babahu. Tuandiki hammasining aslini so'zlang. Ya'ni qaysi fe'ldan kelib chiqqan buni so'zlaysizlar. Ondan keyin uning babini so'zlaysizlar. Babini qaysi babdan? Masalan, intazara buning aslisi qaysi? Nazaradan chiqqan. Hozir qaysi babda? Ifta'ala babin. Buningga hamza va ta ortiq qilindi. Inkasara aslisi qaysi? Kasara. Hozir qaysi babda? Infa'ala babidan. Buningga alif bilan nun ortiq qilingan. Mushu qoida bo'yicha. Bu sizlar o'qib bo'lgan bablar. Intashara tarqaldi, intaqala yo'tkaldi. Inqata uzilib ketdi, intasara g'alaba qildi. 8-si ifta'ala babining ma'nolarining qatoridan mutavaa. Buningmi ba'zi fe'llarning, ya'ni ifta'ala babida kelgan ba'zi fe'llarningki mutavaa ma'nosi bor. Masalan, rafa'atus sawt, ovozni ko'tardim, fartafa'a ko'tarildi. Misolni mulohaza qiling, ondan keyin kamyonni to'liqlang deydi. Masalan, rafa'atus sawt, irtifa'as sawt. Ovozni ko'tardim, ovoz ko'tarildi. Mala'tul ko'p, stakanni toshqazdim, endi buni ifta'ala o'lchimida imtala'atil ko'p desam,
stakan toshlab ketdi. Jamoatut tullab o'quvchilarni jug'ladim. Ijtamaat tullab bo'lsa o'quvchilar jug'lashdi. 9-si ifta'ala babining tuandagi misollarini mulohaza qiling va uningdagi madi, mudori, amr va xilma-xil mushtaqlarni so'zlang deydi. Ya'ni ism fa'il, ism makon. Shuning aloqador mushtaqlarni hammani so'zlang deydi. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti va taqul hal min mazid. Biz ash qiyomat kunisi deymiz jahannamga hal imtala'ti. Toshdingmi? Toshdingmi? Va taqul deydi o jahannam hal min mazid, yana bormi deydi. Demak, kofirlarning ko'pligidan jahannam to'shab qolmaydi. Bu yerdagi imtala qaysi fi'ldan, qaysi babdan? İfta'aladan. Madimi, mudorimi? Madi. Bu shunga o'xshab aylaysizlar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Uyondakilarni namozga buyurgan. Wastabir 'alayha va unga sabr qilgan. Wastabir qaysi babdan? İfta'ala babidan. Yani istabaraninki fiil amrisi. 3-si astami'u ila tilavetil Qur'anil Kerim min al-izaati kull sabah. Her günü ettigen radyodan Qur'an-ı Kerim tilavetini anglayman, tingshayman. Sami'a anladı, istama'a bo'lsa, ifta'ala bilan kelsa, tingshidi degan bo'ladi. Anglashdan tingshashning farqi bor. Ya'ni quloq silib anglaganda biz istama'a deymiz. Qolgani mushu bo'yicha buningdan madi, mudori mushtaqlarini ayirib chiqsizlar, bu sizlarga topshiriq. Bu yerdagi da'vatulloh fil multazim. Multazimda Allohga duo qildim. Multazim degan Kabe'ninki Hajarul Aswad bilan ishga o'tirisidagi orliq, ya'ni Rasululloh duo qilgan orliq. Ibtasim la takuna abisan. Tabassum qiling, qapoq turguchi bo'lmang. Abis qapoq turguchi. Ittasaltu bi abi hatifiyan va akhbartuhu bi maw'id safari. Dadamga telefonda aloq qildim va o xabar berdim uningga safarimning vaqtini. İfta'ala babida kelgan fi'l topsizlar. Qala ta'ala va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kimiki Allohga taqvodorlik qildigan, Alloh uningga chiqish yo'lini qiladi. Va yarzuqhu min haythu la yahtasib. U o'ylamagan rizq beradi uningga min haythu. O'ylamagan joydan. La yahtasib o'ylamagan joydan. 9-si yattajihul muslimuna fi salavatihim ila al-Ka'batil musharrafa. Musulmonlar namozlarida Ka'ba musharrafaga yuzlanadi. 10-si qala sallallohu alayhi va sallam va man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Kimiki idda'a da'vo qilsa ma laysa lahu o'zi uchun bo'lmagan narsani falaysa minna bizning emas. O'zining emas narsani kimiki da'vo qilsa u bizning emas. Qala ta'ala fi suratul Qaf, dedi Alloh taolo suratul Qafda va yawma ya'uddu az-zalimu ala yadayhi yaqul, ya'ni qiyomat kunisi ya'uddu degan gap adda ya'uddu tishlaydi degan gap. Ya'uddu tishlaydi. Tishlaydi zolimlar o'zining qo'lini yaqulu deydi ya laytani kashki man ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Rasululloh bilan bir yo'lni tutgan bo'lsam, ya waylati يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Kashki palanni do'st tutmagan bo'lsam, xalil degan do'st degan gap, ha. Buningdagi mo ifta'ala babida kelgan fi'llarni so'zlaysizlar. Ittakhadha ifta'ala o'lchimida akhadadan chiqqan. Ittakhadha bu nima bo'lib ittakhadha bo'lib qolganda bo'lsa desa, buning aslisi akhazadan chiqqandan keyin buning oldiga alifdan birini ortib qo'yamiz, keyingi ta'dan birini kelamiz. Shundaqo. Oldiga alifdan birini kelsak, bu yerda ikkidan alif bo'lib qoldi. Ya'ni ittakhaza bo'lib qoldi. Bu yerdagi hamza tag idg'am qilinib, bu hamza tag idg'am qilinib, nima bo'ldi? Ittakhaza bo'ldi. Akhaza oldi, ittakhaza o'sma, bu tutdi degan gap, ha. Tutdi degan gap. 10-si ifta'ala. Hamda buningga istifhom kelsa oldiga, hamzaning istifhomi kelsa, alif zivir shaklida o'qiladi. Afta'ala bo'ladi. Afta'ala. Masalan, astafal banati 'alal banin. Alloh taolo qizlarni o'g'illarning ustiga tanladimi degan savol. Astafa. Istafa istifhomning hamzasi kelib, astafa deb o'qildi deymiz. 11-si fa iza huwa qarib tekstda chiqdi. Biz buni darsdan bosh so'zladik. Bu yerdagi idil fujaiyya ifodalaydi, kutilmagan ishningki tushganligini ifodalaydi.
cümle ismiyenin beşiği kiradi. Bu ve yecuzul iftida bin nekira. Nekir bilen başlaş, onun dinkin toğra. Yani fe iza dinkin nekir kelsin. Bula vurdu fucaiye'ninkide. Bu kalamның 5'ida, yani cümlenin 5'ida izul fucaiye kelmeydi. Bunun misallarını tutuyorum. Birincisi dakhaltul fasla fe iza mudirul cami'a jalis. Sınıfqa kirdim fe iza qarag'udak bo'lsam, onun üstünün muduri ulturuqluq. Dakhaltul ghurfa fe iza hayyazna ala sarir. Yataqqa kirdim, qarag'udak bo'lsam, karavot ustida yig'lan. Kharajtu min al-bayt fa iza sadiqun bil bab. Uydan chiqishim qila do'st eshikning tubida bil bab. Mushuni o'xshash tarjima qilsanglar bo'ladi. Wa fi tanzil Qur'on Karimda Musa alayhisolamning qissasida fa alqa asahu tashlada Musa alayhisolam hasni fa iza qarag'udak bo'lsa, u thu'ban mubin. Uchuq bir yılan, ajraha degan ma'nosi bor thu'banning. Wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin. Qo'lni shunda chiqiribdi, qarag'udak bo'lsa bir hayron qilishadi bu yerda. Oq qarag'uvchilar uchun. 12-si azunnuha tantahi. Bu zıvar qiladi zanna ikki maf'ulni. U ikki maf'ulning asli nima? Mubtada xabar. Masalan, al-imtihanu qaribun. İmtihan mubtada qaribun xabar. Azunnul imtihana qariban. İmtihanni asan deb o'ylayman. Al-mudiru ya'ti gadan. Mudir ati keladi. Azunnul mudira ya'ti gadan. Mudirni ati keladi deb o'ylayman. Qur'on Karimda "Va ma azunnu as-sa'ata qa'ima." Demak, zanna fiili asli mubtada xabar bo'lganining beshiga kelib, mubtadani birinchi maf'ul, xabarni ikkinchi maf'ul qiladi. Tövendeki cümlege zannını kirgizsizlar. Bununki mazisini kirgizsizlar, muhatabni kirgizsizlar. Bunu 5'idi ba'da qaranglar. Hamidun marid, Hamid kesel. Bu hamda mubtada xabar. Hamda bu zannını kirgizmiz. Hamidni kesel deb o'yladim deymiz. Zanantu hamidan maridan. Hamidni kesel deb o'yladim. Al-ikhtibaru sahlun. Atazunnu al-ikhtibara sahlan. Mushunga o'xshash kirgizsizlar. To'g'ri bo'ladi. Zannininki anna va an ga kirishi, masdariyatayn bo'lgan anna va an ga kirishi to'g'ri bo'ladi. Zivar qiladi masdar muavvalni maf'ullikqa asosan va yasuddu degan itidu ikki maf'ulning o'rnini itidi. Shu masdar muavval ikki maf'ulning o'rnini itidi degan gap. Asli zanni ikki maf'ul ketadi. Hamda shu masdar muavvalni yolg'izini zivar qiladi. Shu yolg'iz garchi yolg'iz bo'lsa, ikki maf'ulning o'rnida turadi shu. Birincisi el-imtihanu sahlun, azunnu ennel imtihane sahlun deganga o'xshash. Demak, enne bilan boshlangan jumla beshig'ima kiradi. Walakin zanantum annalloha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun. Lekin sizlar gumon qildinglar, Alloh taolo sizlar qilgan ishni ko'pincha bilmaydi deb o'ylab qoldinglar. Ma zanantu ayyarsuba Ahmad. Ahmadni imtihonni o'tamaydi deb o'ylamadim. Bu yerdagi ayyarsuba zavar maf'ullik asosan deymiz. Ma zanantu Ahmad yarsubu. Yani bunun nimasi? Ma zanantu Ahmada yarsubu. Taqdiri. Tazunnu an yuf'ala biha faqira. Bu yerdagi an yuf'ala tazunnu lan maf'ullik asosan zavar deymiz. Endi annini ondan keyin zannini ilgirki mashqdagi kelgan jumla kirgizing deydi. Ya'ni ilgari mashqda kelgan bu jumlaga annini kirgizib bir qatam kirgizsizlar. Tunji qatam ma'noni ishlab bo'lgandan keyin annini kirgizib, uningdan keyin zannini kirgizib bir ishlaysizlar. Onun üçüncüsü tüvendeki isimlarının köpükünü keltirin. Halil, dost. Sabil, yol. Thu'ban, yılan, ejderha degen ma'nosi var. 14-cüsü tüvendeki fi'lların mudarisini keltirin. Adda, çişledi, ijtanaba, saqlandı, irtaba, g'ayvat qildi. 15-cüsü ayahiqqu li an adkhula fil imtihan. Haqliq bo'lamdi menga imtihonga kirishim. Qaranglar. Imtihonga menga fin keldik. Agar fin ekamay kelsak-chi, qanday ekam shu fin ekamamiz, qanday ekamaymiz deganda qoida. Deymiz, dakhaltuhu deymiz, fin ekamay deymiz, bi g'ayri fi, fisiz deymiz. Agar madxul, ya'ni kirmoqchi bo'lgan ya
makan urun bo'lib qolsa, amaliy urun bo'lib qolsa, masalan dakhaltul bayt deymiz. Dakhaltu fil bayt demaymiz. Chunki urun. Dakhaltul bayt, dakhaltul masjid, dakhaltus suq, dakhaltul g'urfa deymiz. Chunki urun. Qur'on Karimda va dakhala jannatahu. O jannatga kirdi deb. Chunki urun jannat degan. Va deymiz dakhaltu fi deb fini akilib deymiz, agar kirmoqchi bo'lgan ya makan bo'lmasa. Makan bo'lmay abstrakt uqumdagi ya ma'naviy shakldagi bir urunni ko'rsatib qolsa, biz buni amaliy makan bo'lmasa fini akilamiz. Masalan, dakhaltu fil islam, islomga kirdim. Dakhaltu fil imtihonga kirdim deganga o'xshash. Qur'on Karimda keldi: "Va ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ko'rsiz kishilarni, kirdi kishilar Allohning diniga top-top, afvaj, top-top. Mana Allohning diniga, chunki dinga kirish deganma bir kiradigan bir urun emas u, uqum. Demak, bu shunda kiradigan ya bir uqum bo'lib qolsa, buni g'ufrni akilamiz. Agar uqum bo'lmay, urun bo'lib qolsa, buni fin akamisak bo'ladi. Va qad ijtama'a al-amran fi qawlihi ta'ala, jug'lashdi ikki ish Alloh taolaninki fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mening bandalarim qatoriga kiring va jannatimga kiring. Qarang, bandalarim qatoriga kiring. Mening bandalarim qatoriga kiring. Qullarim qatoriga kiring desak, bulardagi bu makan emas shunda, jannatimga kiring desakchi bu makan. Mana makan bo'lganda fi kamidi, makan bo'lmaganda fi keldi. 16-si tawwab. Tawwab deganimiz allazi yatubu ala ibadihi kathira. Ya'ni o bandasiga ko'p tövbe beradigan, tövbesini qabul qilgan. Agar tavba kelsa tövbe qildi, tavba ala deb keyin ala kelsa tövbe berdi, ya'ni tövbesini qabul qildi degan gap. Ama tawwab kelsa bu bandalarga ko'p qana qilgan tövbe beradigan. Qaysi o'lchamda? Fa'al o'lchamida. Ve huve min sigati mubale ismi fa'il. O ism fa'ilniki aşımız kurumalarından, onun kurumalarının hele qatarıdan fa'ilun rahimun degan o'xshash, qattiq mehribon. Fa'ulun g'afurun, nayti mafrat qiluvchi. Fa'ilun hadirun, nayti saygak, diqqat qiluvchi. Mif'alun mi'taun, nayti saxiy. Biz buni darsning bosh so'zlab bo'lgan. Endi siz buni tushungan bo'lsanglar, bu fe'llarni fa'al qurilmasida so'g chiqiring. Quyung degan gap. Razaqa, razzaq, ko'p rizq berguchi. Vahaba badi, vahhab berguchi. Alima bildi, allam bo'lsa bilguchi. Sami'a angladi, samma qattiq anglovchi. Akala, akkalus tozja qiyguchi. Abasa qapoq turdi, abbas doim qapoqni turadigan odam. Fa'il o'lchimida chiqarayang deydi bu fe'llarni. Sami'a, sami' anglovchi, nayt anglovchi. Qadara, qadir, nayti, qadir. Alima bildi, alim bo'lsa, nayti bilguchi. Bu fe'llarni faul o'lchimida chiqaring. G'afara, g'afur, nayti ma'rifat qiluvchi. Shakara, shakur. Sabara, sabur. Abasa, abus. Akala, akul. Hammasi mushu fe'lning asli ma'nosining oshumi sifat ma'nosini bildiradi. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.